Rahmat, ey yashanglar. Bor ekasizlar-ku, salomat bo'linglar. O'zi davraga shunaqa aylanib aytsak, onajonlarimiz tomonga, xotin-qizlar tomonga o'tmaychidim. Shu kun o'tmoqchiman. Onajonlarimiz bor ekan, ko'proq shuning uchun. Chunki xotin-qizlar bo'ladi, qizlar bo'ladi, shuning uchun ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Noto'g'ri xayolga bormasin deb faqat erkaklar tomonga aytaychilik. Shuning uchun bugun onajonlarimiz bor ekan, shularni oldiga ham bir o'tamiz. Qistirish uchun tushmaymiz davraga. Qistirishlar bo'lmasin, chunki xijolatchilik bo'ladi. Kimnidir yonida o'sha pulni to'yga deb yo olib chiqqan, yo olib chiqmagan. Shuning uchun bemalol yaqinda ishtaqa o'tiraverasizlar, bir hurmatlaringizga tushib aylanib aytamiz, xudo xolasa. Fikir qil, to'rt oyoqlik tobida hammamizga yetar. To'rt oyoqlik tobida barchamiz altın yağdib yelganing, ko'kragingni kerganing, barcha yig'ib terganing sho'rda qolib ketar. Hamma yig'ib terganing sho'rda qolib ketar. Shunday qolib ketar. Ana o'zimizda yigit sinsa yiqilsa degan ikki qilgan ashuramiz bor. Birinchisini Begzod akam aytgan, ikkinchisini o'zimiz aytganmiz, shuni aytib beramiz. O'rmonlar ziraga kelar, bo'rilari o'kirsa, shayton ustidan güler, yigit sinsa yiqilsa.